Salom aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz nafaqat keksa avlod vakillari, balki ularning farzandlari, nabiralari umuman olganda har birimiz uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Mening ismim Davron aka. Men moliyaviy maslahatchi va ijtimoiy ta'minot bo'yicha ekspertman. Bugun men sizga juda muhim va ko'pchilik bilmagan sirlarni ochaman. Keling, ochiqchasiga gaplashaylik. Hukumatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan nafaqaxo'rlarimizga doimiy g'amxo'rlik qilinadi. Lekin ba'zida tizim ichida shunday nozik nuanslar borki, ular haqida kamdan kam odam gapiradi. Ayniqsa, 20 yoshdan oshgan keksa fuqarolarimizga tegishli 3 ta qo'shimcha to'lov mavjud bo'lib, bu to'lovlar miqdori shunchalik kattaki, ular haqida bilmaslik katta puldan mahrum bo'lish demakdir. Eng achinarlisi shundaki, nafaqa fondi xodimlari sizga bu haqda o'zlari aytmaydilar. Ha, siz adashmadingiz. Ular bu ma'lumotni yashiradilar emas, balki oddiygina majbur emaslar va ko'pincha hatto bilishmaydi ham. Chunki bu doimiy ma'lumot berish mexanizmiga kiritilmagan. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu ma'lumotni qanchalik ko'p odam bilsa, shuncha ko'p keksa odamlar o'zlariga tegishli pullarni olishlari mumkin. Keling, avvalo bu holat qanday yuzaga kelganini tushunib olaylik. Avvallari, masalan, Sovet ittifoqi davrida ijtimoiy ta'minot tizimi nisbatan sodda va tushunarli edi. Har bir fuqaro uchun yagona qoidalar amal qilardi va hamma nafaqa haqida bilardi. Qo'shimcha to'lovlar ham juda cheklangan edi. Agar biror o'zgarish bo'lsa ham, u markazlashtirilgan tarzda butun mamlakat bo'ylab e'lon qilinardi va barchaga yetkazilardi. Nafaqaxo'rlik tizimi asosan mehnat staji va maoshga asoslangan edi. Uning murakkablik darajasi hozirgiga nisbatan ancha past edi. Ammo hozirgi kunda dunyo o'zgardi. Iqtisodiyot murakkablashdi. Qonunchilik ham rivojlanib bormoqda. Mustaqillik yillarida nafaqaxo'rlik tizimi tubdan yangilandi. Turli xil ijtimoiy himoya mexanizmlari, imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar bilan boyitildi. Bu o'zgarishlar yaxshi niyat bilan qilingan. Chunki maqsad aholining turli qatlamlarini, ayniqsa ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj qatlamlarni yanada samarali qo'llab-quvvatlash. Hozirda nafaqa tizimi faqatgina mehnat staji va daromadga asoslanib qolmay, balki fuqarolarning oilaviy ahvoli, sog'lig'i, yashash sharoitlari va boshqa ijtimoiy omillarni ham hisobga oladi. Bu murakkablik bir muammoni keltirib chiqaradi. Oddiy fuqaro, ayniqsa keksa odam, barcha mavjud imkoniyatlarni o'zi tushunib yetishi juda qiyin. Axir nafaqa fondi xodimlari sizning har bir shaxsiy holatingizni, ya'ni oilaviy ahvolingizni, mehnat stajingizning barcha tafsilotlarini, hatto uyingizdagi vaziyatni ham doimiy ravishda kuzatib bormaydi. Ularning asosiy vazifasi sizning taqdim etgan hujjatlaringiz asosida pensiyani hisoblash va to'lash. Ular faqat sizning asosiy hujjatlaringizga, ya'ni pasport, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi kabi rasmiy ma'lumotlarga asoslanadilar. Qo'shimcha to'lovlar esa ko'pincha sizning faol ishtirokingizni talab qiladi. Ya'ni sizning o'zingiz bu to'lovlar haqida bilib, ularni talab qilishingiz kerak bo'ladi. Bu tizimning fundamental o'zgarishi. Uni tushunish shart. Shuning uchun ham men bugun sizga bu muhim ma'lumotni yetkazish uchun shu yerda turibman. Sizning huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanish bu sizning vazifangizdir. Keling, endi 70 yoshdan oshgan keksa fuqarolarimizga tegishli bo'lgan 3 ta muhim qo'shimcha to'lovni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bular haqida nafaqa fondi sizga o'zi aytmaydi. Birinchi davlat. Uzoq muddatli mehnat staji uchun qo'shimcha nafaqa. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar, ayniqsa keksa yoshdagilar bir marta pensiya olgandan keyin shu bilan hamma narsa tugadi deb o'ylashadi. Ular pensiya miqdori bir marta hisoblab chiqilgan va boshqa o'zgarish bo'lmaydi deb taxmin qilishadi. Ammo bu noto'g'ri tushuncha. Agar siz qonunda belgilangan minimal mehnat stajidan sezilarli darajada ko'proq ishlagan bo'lsangiz, masalan, erkaklar uchun 25 yil, ayollar uchun 20 yil o'rniga 35-40, hatto 45 yil ishlagan bo'lsangiz, siz qo'shimcha foizli nafaqa olish huquqiga egasiz. Nega nafaqa fondi bu haqda sizga aytmaydi? Sababi oddiy. Birinchidan, sizning pensiyangizni birinchi marta hisoblashda asosiy talablarga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, nafaqaga chiqqaningizdan keyin qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar, masalan, uzoq staj uchun yangi qo'shimcha to'lovlar yoki ularning miqdorini oshirish haqidagi o'zgarishlar haqida har bir pensionerga shaxsan xabar berilmaydi. Avtomatlashtirilgan tizimlar ham faqat asosiy ma'lumotlarni hisoblaydi.
Ayniqsa agar qo'shimcha to'lov alohida ariza yoki ma'lum bir hujjatni talab qilsa. Natijada sizning pensiyangiz faqat minimal talablarga asoslanib hisoblangan bo'lishi mumkin va ortiqcha ishlagan yillaringiz uchun to'liq hajmda qo'shimcha to'lov hisoblanmagan bo'ladi. Keling, bir misol keltiraylik. Shahlo opa 72 yoshda. U sobiq kolxozda oddiy mehnatkash bo'lib 1-5 yil ishlagan. U nafaqa yoshga yetganda qonun bo'yicha belgilangan minimal 20 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. O'sha paytda uning pensiyasi minimal staj va o'rtacha ish haqi asosida hisoblangan. Shahlo opa bu muddatdan 25 yil ko'proq ishlagan. Ko'pchilik buni bilmaydi, lekin amaldagi qonunchilikka muvofiq belgilangan minimal mehnat stajidan ortiqcha ishlagan har bir yil uchun pensiyaga ma'lum bir foizda qo'shimcha to'lov belgilanadi. Masalan, har bir qo'shimcha yil uchun pensiyaning yo'l pon beshma yoki irik bazi miqdorida. Agar Shahlo opaning asosiy pensiyasi aytaylik 1.500.000 so'm bo'lsa va u 25 yil ortiqcha ishlagani uchun har bir yilga irik bazidan qo'shilsa, bu umumiy pensiya miqdorining 25% ga oshishi demakdir. Demak, 1.500.000 so'mning 25 beti bu 300.000 so'm. Bu Shahlo opaning har oylik pensiyasiga qo'shiladigan qo'shimcha pul bir yilda bu g'arib 1.500.000 so'm degani. Tasavvur qiling, bu Shahlo opaning dorilarga, oziq ovqatiga yoki nevaralariga sovg'a olishiga qanchalik katta yordam bo'ladi. Bu shunchaki bir misol. Ba'zi hollarda qo'shimcha foizlar yuqori bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Kimlar bu imkoniyatdan foydalanishi mumkin? Birinchi navbatda yetim yoshdan oshgan, mehnat staji an'anaviy belgilangan minimal stajdan sezilarli darajada oshib ketgan har qanday fuqaro. Masalan, erkaklar uchun 5 yildan ortiq, ayollar uchun 3 yildan ortiq ishlaganlar. Agar siz yoki yaqinlaringiz shu toifaga kirsa, albatta bu masalani o'rganib chiqishingiz shart. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Mehnat staji minimal talab qilingan yillarga yaqin bo'lganlar yoki undan kam bo'lganlar uchun bu qo'shimcha to'lov amal qilmaydi. Ular pensiyasini allaqachon to'liq hajmda olayotgan bo'lishadi. Bu holatning sababi shundaki, nafaqa fondi ko'pincha sizning boshlang'ich pensiyangizni hisoblashda faqat majburiy minimal talablarni hisobga oladi. Qo'shimcha uzoq muddatli mehnat staji uchun beriladigan bonuslar esa ba'zan alohida hisob-kitob qilishni talab qiladi. Va agar siz bu haqda o'zingiz so'ramasangiz yoki tegishli arizani bermasangiz, ular avtomatik ravishda qo'shilmasligi mumkin. Oqibati esa shunchaki katta miqdordagi pulni yo'qotish va munosib yashash imkoniyatidan mahrum bo'lishdir. Ikkinchi davlat nogiron oila a'zosiga g'amxo'rlik qilish uchun qo'shimcha to'lov. Bu qo'shimcha to'lov juda muhim. Ammo ko'pchilik buni bilmasdan o'zining qonuniy pulini yo'qotadi. Gap shundaki, agar yetim yoshdan oshgan nafaqaxo'r o'zi nogiron bo'lmasa-da, o'z oila a'zosining, masalan, nogiron farzandining, hatto balog'atga yetgan bo'lsa ham, agar u bolalikdan nogiron bo'lgan bo'lsa, nogiron turmush o'rtog'ining yoki nogiron ota-onasining doimiy parvarishiga muhtoj bo'lgan shaxs bo'lsa, u davlat tomonidan qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega. Bu to'lov nafaqa bilan birga beriladigan ijtimoiy yordam shakli hisoblanadi. Nega nafaqa fondi bu haqda aytmaydi? Nafaqa fondi sizning oilaviy ahvolingizni, xususan sizning uyda kimga g'amxo'rlik qilayotganingizni bilmaydi. Bu ma'lumot pensiyani tayinlash uchun zarur bo'lgan asosiy hujjatlar ro'yxatiga kiritilmagan. Ular sizdan bu haqda ma'lumot so'rashga majbur emas. Shuningdek, bu turdagi to'lov ko'pincha nafaqa fondi tomonidan emas, balki ijtimoiy himoya agentligi yoki mahalliy ijtimoiy ta'minot bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Garchi to'lov nafaqa bilan birga berilishi mumkin bo'lsa-da, keling misol bilan tushuntiraman. Akmal aka 71 yoshda. Uning 4 yoshli o'g'li bor. U bolaligidan irguruh nogiron hisoblanadi. O'g'li doimiy parvarishga muhtoj. Akmal aka pensiyasini rasmiylashtirganda o'g'lining nogironligi haqida aytmagan, chunki buni pensiyaga aloqasi yo'q deb o'ylagan. U shunchaki asosiy hujjatlarni taqdim etgan va standart pensiya olgan. Aslida esa amaldagi qonunchilikda nogiron oila a'zosiga doimiy g'amxo'rlik qiluvchi shaxslarga, ayniqsa keksa yoshdagi nafaqaxo'rlarga ma'lum bir miqdorda qo'shimcha to'lov yoki kompensatsiya ko'zda tutilgan. Bu to'lov pensiyaning 3/4dan ehirmadigacha bo'lishi mumkin. Agar Akmal akaning pensiya 1.600.000 so'm bo'lsa, bu qo'shimcha to'lov unga har oyda 1.1 so'mdan 800.000 so'mgacha qo'shimcha mablag' olib kelishi mumkin. Bu degani bir yilda 5.706.000 so'mdan 9.600.000 so'mgacha qo'shimcha pul. Bu mablag' nogiron o'g'ilni parvarish qilishda, dorilarni sotib olishda,
maxsus ovqatlanishni ta'minlashda yoki zaruriy reabilitatsiya vositalarini olishda juda katta yordam beradi. Nogiron oila a'zosini parvarish qilish jismoniy va moliyaviy jihatdan og'ir yuk. Shuning uchun davlatning bu yordami nihoyatda qimmatlidir. Kimlar xavotirlanish kerak? 70 yoshdan oshgan nogiron oila a'zosi farzandi, turmush o'rtog'i, ota-onasi bilan birga yashovchi va uning asosiy parvarishini ta'minlovchi har qanday nafaqaxo'r. Ayniqsa nogironlikning og'ir bir guruh shakliga ega bo'lganlar yoki bolalikdan nogiron bo'lgan shaxslar haqida gap ketganda. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar oila a'zosi nogiron bo'lmasa, yoki davlatning to'liq ta'minotida bo'lsa, masalan, maxsus internet uylarda yashasa yoki siz uning asosiy parvarishchisi bo'lmasangiz, bu to'lov sizga tegishli emas. Bu holatning sababi shundaki, bu turdagi qo'shimcha to'lovlar pensionerning faol murojaatini va nogironlik haqidagi tegishli tibbiy hujjatlarni taqdim etishni talab qiladi. Shuningdek, ba'zan parvarish faktini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. Natijada ushbu ma'lumotlarning yetishmasligi sababli nafaqaxo'r o'ziga tegishli bo'lgan pulni olmaydi. Oqibati esa nogiron oila a'zosini parvarish qilish bilan bog'liq xarajatlarning pensioner yelkasiga to'liq tushishi. Bu esa moliyaviy tanglikni keltirib chiqarishi mumkin. 3-davlat. Yolg'iz yashovchi va doimiy parvarishga muhtoj keksalarga ijtimoiy yordam. Bu 3-turdagi qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordam ko'pchilik tomonidan mutlaqo e'tibordan chetda qoladi. Chunki u bevosita nafaqa fondi tomonidan emas, balki ijtimoiy himoya agentligi yoki mahalliy hokimiyat organlarining ijtimoiy himoya bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Biroq bu har oy beriladigan muhim moliyaviy yordam bo'lib, ayniqsa 70 yoshdan oshgan, yolg'iz yashovchi va sog'lig'i sababli doimiy tashqi yordamga muhtoj keksa fuqarolar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Nega bu haqda aytilmaydi? Birinchidan, yuqorida aytib o'tganimizdek, bu bevosita nafaqa fondining asosiy vazifasiga kirmaydi. Ikkinchidan, bu turdagi yordam ko'pincha aniq sharoitlarga, masalan, keksa yoshdagi fuqaroning yolg'iz yashashi, daromad darajasi, sog'lig'ining holati va doimiy parvarishga muhtojlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Bunday ma'lumotlarni yig'ish va baholash ijtimoiy xodimlar tomonidan amalga oshiriladi va bu jarayon pensionerning yoki uning vakilining faol murojaatini talab qiladi. Ya'ni hech kim sizning uyingizga kelib bu yordamni taklif qilib bormaydi. Keling, misol tariqasida ko'rib chiqaylik. Dilorom buvi 80 yoshda. U yolg'iz yashaydi. Uning farzandlari chet elda ishlashadi va uzoqdan yordam berishadi. Dilorom buvining sog'lig'i yomonlashgani sababli u o'zi harakatlanishi qiyin, doimiy yordamga muhtoj. Uning pensiyasi faqat oziq-ovqat va dorilarga zo'rg'a yetadi. Uydagi mayda-chuyda ishlarni qilish, uyini tozalash, oziq-ovqat xarid qilish yoki hatto shifokorga borish uchun doimiy yordamga muhtoj, lekin yordamchi yollashga puli yo'q. Dilorom bu turdagi ijtimoiy yordam haqida bilmagan. Amaldagi qonunlarga ko'ra, bunday holatdagi keksalarga har oyda minimal iste'mol xarajatlarining ma'lum 1% miqdorida yoki belgilangan miqdorda qo'shimcha to'lov beriladi. Bu ayniqsa sharoit og'ir bo'lganlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Bu mablag' oyiga masalan 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu mablag' yordamchi yollashga, zarur narsalarni sotib olishga, hatto ovqatlanishni yaxshilashga yordam beradi. Kimlar xavotirlanishi kerak? 70 yoshdan oshgan, yolg'iz yashovchi, sog'lig'ida jiddiy muammolari bo'lgan va kundalik ehtiyojlarga yordamchi shaxsning ko'magi zarur bo'lgan keksa fuqarolar. Shuningdek, ularning daromad darajasi ham ushbu yordamni olishga imkon berishi kerak. Ya'ni juda yuqori daromadga ega bo'lmaganlar. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Mustaqil yashay oladigan yoki oila a'zolari tomonidan to'liq parvarish bilan ta'minlangan keksa fuqarolar uchun bu yordam turi taqdim etilmaydi. Bu holatning sababi shundaki, bu ijtimoiy yordam nafaqat pensionerning yoshi va stajiga bog'liq, balki uning ijtimoiy maishiy sharoitlari va sog'lig'ining holatini ham hisobga oladi. Bunday yordamni olish uchun tibbiy ko'rikdan o'tish, ijtimoiy xizmatlar xodimlari tomonidan uy sharoitlarini o'rganish va belgilangan shakldagi arizani topshirish talab etiladi. Bu jarayon pensionerning o'zidan yoki uning yaqinlaridan faol harakatni talab qiladi. Oqibati esa o'ziga ehtiyoj tug'ilgan moliyaviy yordamdan mahrum bo'lish va keksalik davrida qiyinchiliklarga duch kelishdir. Endi esa aziz do'stlar, bu masalaning eng muhim qismiga istisnolar, qaltis nuqtalar va noaniq tafsilotlarga e'tibor qaratamiz. Bu qo'shimcha to'lovlarni olish oson ish emas.
Bazı hollarda qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Istisnolar birinchidan, uzoq muddatli mehnat staji uchun qo'shimcha to'lov har bir kishi uchun avtomatik ravishda berilavermaydi. Ba'zi hollarda bu qo'shimcha to'lovlar ma'lum bir sanoatdagi, qishloq xo'jaligidagi yoki og'ir sharoitlardagi mehnat staji uchun belgilangan bo'lishi mumkin. Shuningdek, stajni tasdiqlovchi hujjatlarning to'g'riligi va to'liqligi juda muhimdir. Ikkinchidan, nogiron oila a'zosiga g'amxo'rlik qilish uchun barcha nogironlik holatlari ham qo'shimcha to'lovga olib kelmaydi. Ko'pincha faqat og'ir eng guruh nogironlikka ega bo'lganlar yoki bolalikdan nogiron bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan. Engiloq nogironlik guruhlari uchun bu to'lov berilmasligi mumkin. Uchinchidan, yolg'iz yashash atamasi ham huquqiy jihatdan aniq ta'rifga ega. Agar siz bilan birga yosh bolalar, talabalar yoki ishlashga qodir oila a'zolari yashasa, siz yolg'iz yashovchi deb hisoblanmasligingiz mumkin. Hatto ular sizga to'liq g'amxo'rlik qilmasa ham. Qaltis nuqtalar. 1. Hujjatlarning yetishmasligi yoki yo'qolishi. Ko'pincha keksa yoshdagi fuqarolar eski mehnat daftarchalarini, tibbiy ma'lumotnomalarini yoki nikoh guvohnomalarini yo'qotib qo'yishadi. Bu hujjatlarning yo'qligi ariza berish jarayonini ancha murakkablashtiradi va hatto imkoni bo'lmay qolishi mumkin. Nusxalar yoki arxiv ma'lumotlarni tiklash talab qilinishi mumkin. 2. Qonunchilikdan bexabarlik, nafaqa qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarib turadi. Ko'pchilik pensionerlar bu o'zgarishlarni kuzatib bora olmaydi va o'zlariga tegishli yangi imtiyozlar haqida bilmay qoladilar. Natijada ular o'z huquqlaridan foydalana olmaydilar. Byurokratiya va qog'ozbozlik, arizalarni to'ldirish, hujjatlarni yig'ish, turli idoralarga borib kelish jarayoni keksa yoshdagi kishilar uchun juda qiyin va charchatuvchi bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bu qiyinchiliklarga duch kelgach, oxir oqibat taslim bo'ladi va o'ziga tegishli pullardan voz kechadi. Dard mintaqaviy farqlar, ba'zi ijtimoiy yordam turlari yoki qo'shimcha to'lovlar faqat ma'lum bir viloyat, shahar yoki tuman miqyosida amal qilishi mumkin. Bu esa fuqarolarning ma'lumot olishini yanada murakkablashtiradi. 5. Daromadni tekshirmisiz testing. Ayniqsa 3-turdagi ijtimoiy yordam, yolg'iz yashovchi va parvarishga muhtoj keksalarga yordam ko'pincha means tested bo'ladi. Ya'ni, agar sizning umumiy daromadingiz nafaqa, farzandlardan olinadigan yordam va boshqalar belgilangan darajadan oshib ketsa, siz ushbu yordamni olmasligingiz yoki kamaytirilgan miqdorda olishingiz mumkin. Noaniq tafsilotlar 1. Ba'zi imtiyozlar retroaktivdir. Ayrim qo'shimcha to'lovlar, agar siz ularni ilgari olmagan bo'lsangiz ham, ma'lum bir muddat uchun, masalan 3 yilgacha orqaga hisoblab to'lanishi mumkin. Bu degani, siz birdaniga katta miqdorda pul olishingiz mumkin. Bu haqda albatta so'rab bilish kerak. 2. Parvarish holatini tasdiqlash. Nogiron oila a'zosiga g'amxo'rlik qilish uchun beriladigan to'lovni olish uchun har yili yoki ma'lum vaqtda parvarish holatini tasdiqlovchi hujjatlarni qayta taqdim etish talab qilinishi mumkin. 3. Imtiyozlarni birlashtirish imkoniyati. Ba'zi hollarda bir-biriga o'xshash bo'lgan ikkita imtiyozni bir vaqtning o'zida olish imkonsiz bo'lishi mumkin. Bu holatda sizga qaysi birini olish afzalroq ekanligini tanlashga to'g'ri keladi. 4. Ishonchnomaning ahamiyati. Keksa ota-onalar yoki bobo-buvilarning farzandlari yoki nabiralari agar ularda tegishli ishonchnoma, doverenos bo'lsa, ularning nomidan arizalar topshirishlari va hujjatlarni rasmiylashtirishlari mumkin. Bu jarayonni keksa fuqarolar uchun ancha osonlashtiradi. Ishonchnoma notariusda rasmiylashtirilishi kerak. Bu nuanslarni tushunish sizga jarayon davomida xabardor bo'lishga va o'z huquqlaringizni samarali himoya qilishga yordam beradi. Endi esa, aziz tomoshabinlar, eng muhim qismga amaliy tavsiyalarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Quyida sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Hujjatlaringizni tartibga soling. Bu birinchi va eng muhim qadam. Hujjatlar tayyor bo'lmasa, hech qanday arizani topshira olmaysiz. Pasport sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Mehnat daftarchasi. Mehnat stajingizni to'liq tasdiqlash uchun zarur. Agar yo'qolgan bo'lsa, ish joyingizning arxivlaridan yoki davlat xizmatlari markazlaridan ma'lumot olishga harakat qiling. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma yoshingizni tasdiqlash uchun. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, oilaviy ahvolingizni tasdiqlash uchun. Nogironlik haqidagi ma'lumotnomalar. Agar siz nogiron oila a'zosiga g'amxo'rlik qilsangiz, uning nogironlik guruhini va muddatini tasdiqlovchi tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasining TMK
ma'lumotnomalari. Bolalikdan nogiron bo'lgan farzandingiz bo'lsa, uning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi va nogironligi haqidagi dastlabki hujjatlar. Yashash joyingizdan ma'lumotnoma. Kimlar bilan birga yashayotganingizni tasdiqlash uchun, ayniqsa yolg'iz yashovchilar uchun muhim. Bank hisob raqamingiz haqidagi ma'lumotlar. Barcha hujjatlarning asl nusxasi va kamida 2-3 nusxasini tayyorlab qo'ying. Ba'zan ularning nusxalarini ham tasdiqlash talab qilinishi mumkin. 2. Maxsus ro'yxat tuzing. O'zingizning shaxsiy holatingizni tahlil qiling. Siz hozirda kimga g'amxo'rlik qilyapsiz? Uning sog'lig'i qanday? Nogironlik guruhi bormi? Siz necha yil ishladingiz? Minimal stajdan ko'proq ishlaganmisiz? Sog'lig'ingizda qanday muammolar bor? Sizga kundalik hayotda tashqi yordam kerakmi? Kim bilan yashaysiz? Yolg'izmisiz? Farzandlaringiz boshqa joyda yashaydigan bo'lsa, ular sizga doimiy yordam bera oladimi? Bu savollarga javob berish sizga qaysi turdagi qo'shimcha to'lov sizga tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlashga yordam beradi. Konsultatsiya uchun murojaat qiling. Bu eng muhim qadam, lekin bu yerda juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Birinchi navbatda mahalliy nafaqa fondi bo'limiga boring. Lekin shunchaki qo'shimcha pul bormi deb so'ramang. Chunki bu savolga umumiy javob berib sizni yuborishlari mumkin. Aniq savollar bering, masalan. Mening mehnat stajim 40 yil. Qonunchilikka ko'ra uzoq staj uchun qo'shimcha to'lovlar bormi va men unga haqdormanmi? Men arguruh nogirini bo'lgan o'g'limga qarayman. Buning uchun menga qanday qo'shimcha kompensatsiya yoki yordam turlari berilishi mumkin? Barcha qonun hujjatlari haqida so'rang. Ularning nomini va raqamini yozib oling. Agar imkon bo'lsa, suhbatni yozib oling. Agar bu qonuniy bo'lsa, mamlakat qonunchiligiga qarang yoki o'zingiz bilan guvoh olib boring. Agar nafaqa fondida qoniqarli javob olmasangiz yoki ularning javobi noaniq bo'lsa, ijtimoiy himoya agentligining mahalliy bo'limiga murojaat qiling. Ayniqsa, yolg'iz yashovchi va doimiy parvarishga muhtoj keksa fuqarolar uchun aynan shu agentlik yordam beradi. Ular sizning ijtimoiy holatingizni o'rganib chiqishlari kerak. Ularga ham aniq savollar bering. Agar imkoningiz bo'lsa, yuridik maslahatchi yoki huquqshunosga murojaat qiling. Ba'zi joylarda bepul yuridik yordam markazlari ham mavjud. Ular sizga huquqiy maslahat berishadi. Hujjatlarni to'g'ri tayyorlashga yordam berishadi. Va hatto sizning nomingizdan idoralarga murojaat qilishlari mumkin, agar ishonchnoma berilgan bo'lsa. Bu xizmatlarga pul sarflash katta miqdordagi qo'shimcha to'lovlarni olish imkoniyatini oshirishi mumkin. 4 ariza yozish har bir qo'shimcha to'lov uchun alohida ariza yozish kerak bo'ladi. Ariza namunasini nafaqa fondidan, ijtimoiy himoya agentligidan yoki huquqshunosdan olishingiz mumkin. Arizada vaziyatingizni to'liq va aniq bayon eting. Masalan, men ism, familiya, yoshdaman. Mening mehnat stajim yilni tashkil etadi. Bu esa qonunda belgilangan minimal stajdan yilga ko'proqdir. Shu sababli uzoq muddatli mehnat staji uchun qo'shimcha nafaqa hisoblab chiqishingizni so'rayman. Yoki men ism, familiya, yoshdaman. Mening eng guruh nogironi bo'lgan o'g'lim, qizim, turmush o'rtog'im ismining doimiy parvarishini ta'minlayman. Shu sababli nogiron oila a'zosiga g'amxo'rlik qilish uchun qo'shimcha to'lovni tayinlashni so'rayman. Arizaga barcha tegishli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarini emas, faqat asl nusxalarini o'zingiz bilan olib borib, faqat ko'rsatib olasiz. 5 qabul qilishda rasmiy hujjatlarni talab qiling. Sizning arizangiz qabul qilinganligini tasdiqlovchi rasmiy belgi, shtamp qo'yilgan ikkinchi nusxasini yoki ro'yxatdan o'tkazish raqamini olganingizga ishonch hosil qiling. Bu keyinchalik da'vo qilishda yoki arizaning ko'rib chiqilish muddatini kuzatishda juda muhim bo'ladi. Agar sizga rasmiy tasdiq bermasalar, yozma ravishda rad javobi berishlarini so'rang. Bu sizga keyinchalik yuguri instansiyalarga murojaat qilishga yordam beradi. Alt vaziyatni kuzatib boring. Arizangiz qabul qilingandan keyin belgilangan muddatda javob kelmasa, o'zingiz qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib arizangizning holatini so'rab boring. Suskashlikka yo'l qo'ymang. Qonun bo'yicha arizalarga javob berish uchun belgilangan muddatlar borligini eslang. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugun men sizga yetim yoshdan oshgan keksa fuqarolarimiz uchun mavjud bo'lgan, ammo ko'pchilik bilmaydigan 3 ta muhim qo'shimcha to'lov haqida gapirib berdim. Bu pullar shunchaki imtiyoz emas. Balki keksa yoshdagi fuqarolarimizning munosib hayot kechirishi, ularning ehtiyojlarini qondirish uchun hukumatimiz tomonidan belgilangan qonuniy yordamdir. Eslab qoling. Bu to'lovlar sizning shaxsiy tashabbusingizni va qat'iyatingizni talab qiladi.
Davlat sizga imtiyozlar bergan, ammo ularni olish uchun siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Shuning uchun uyda o'tirmang, harakat qiling. Zero. Har bir tiyinning ahamiyati bor. Ayniqsa keksalik davrida. Agar siz yoki yaqinlaringiz edim yoshdan oshgan bo'lsa, bu ma'lumotni ularga yetkazing. Ushbu videoni ular bilan bo'lishing. Har bir tiyin muhim. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Ushbu video haqida nima deb o'ylaysiz? Sizga qaysi ma'lumot eng foydali bo'ldi? Balki sizning ham shunday holatlarga duch kelgan tajribangiz bordir. Kommentariyalarda yozib qoldiring. Men har bir kommentariyalarni o'qiyman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.